Qadim-qadimdan ona yer rizq-u ro'z manbai bo'lib kelgan. U insoniyatning o'tmishi, bugungi kuni va kelajagidir. Shu boisdan ham har bir inson o'z yeriga ega bo'lishni, uy-joy qurishni, bog'-rog'lar yaratishni orzu qiladi. Yer ayni zamonda nizolarga ham sabab bo'lgan. Yer uchun qon to'kilgan, urushlar bo'lgan. Yer siyosiy o'yinlar va katta makkorliklarga sabab bo'lgan. Chunki yerga ega bo'lish odamlar ustidan hukmronlik qilish imkonini bergan. Bolsheviklar partiyasi dehqonlarga yer va'da qilib, hokimiyat tepasiga kelishgan edi. Ammo keyinchalik o'z mavqelarini mustahkamlab olgach, yer egalarini quloq qilishdi. Dehqonlarni mardikorlarga aylantirib, ma'muriy buyruqvozlik tizimining poydevori bo'lmish kolxozlar tuzishdi. Toshkent viloyatining Qibray tumani. Bu go'zal maskan Chirchiq daryosi etagida joylashgan. Poytaxtdan yarim soatlik yo'llarda Baytqo'rg'on qishlog'i va shu nomli jamoat xo'jaligi bor. O'tmishda u turlicha nomlangan. Qizil Kuch, Chapayev, Pravda, Xrushchev, Qizil Ketmon, Lenin, Pravda Vostoka. Hozir bu yerda yangicha lavha osilgan. Yillarning boshida kolxozlar taqdiri to'g'risida qizg'in bahslar ketdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov fermer xo'jaligini tashkil qilish ishtiyoqida bo'lgan dehqonlar tashabbusiga xayrixoh bo'ldi va mamlakatning yer zaxirasidan 200 ming gektar yerni ularga ajratish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Ana shunday qilib, amaldorlarning yer ustidan mutlaq hukmronligiga ilk marta dars ketdi. Bence bir kısada 5 kilometre soladida buni. Ha, 5 kilometre soladida, ma'nda bo'lib o'ralib katta bo'ladi. Rixsali Ziyovuddinov va Qurbonali Hojiyev ko'pchilik qatori hali ishonib-ishonmay o'zlarining fermerlik xo'jaligini tuzgan ilk qaldirg'ochlardan edi. 1992-yil 3-iyulda dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ko'p o'tmay, ular yerga umrbod egalik qilish va merosxo'rlarga qoldirish huquqi berilgan davlat aktlarini olishdi. Dehqon yakka tartibda birinchi marta kolxoz bilan bir qatorda teppa-teng yerga egalik qilish huquqini oldi. Biz hozir mustaqil fermer hisoblanamiz. Mana o'zimizga abadiy foydalanishga meros qolish huquqi bilan davlat akti berilgan. Endi hozir biz o'zimizni yerni egasi, yerni xo'jayini deb tushunyapmiz hozir. Masalan, yildan yilga hosildorlikni oshiryapmiz. Yerni unumdorligini oshiryapmiz. Ko'z qoratig'idek saqlayapmiz. Shuni hisobiga juda yuqori miqyosda hosil olyapmiz.
Hozir Qurbon ota xo'jaligi 11 gektar yer, bitta g'ildirakli traktor, 14 ishlovchidan iborat. Ular o'g'illari, kelinlar va nevaralaridir. Mavsumiy ishlarga yana 8 kishi jalb etiladi. O'rtacha ish haqi oyiga 8000 so'm. Ishlovchilar har oyda xo'jalik hisobidan sabzavot, un, shakar bilan ta'minlanadilar va har kuni tushlikka issiq ovqat beriladi. Qurbon ota o'z faoliyatini 3 gektar yerdan boshlagan edi. U birinchi yil har gektar yerdan 35 tonnadan kartoshka hosili oldi. Baytqo'rg'on kolxozida ba'zor 5 tonnadan olishdi. Fermer keyingi yil yer maydonini 6 gektarga kengaytirishga muvaffaq bo'ldi va 3,5 million so'm daromad oldi. Undan 1,650,000 so'mi sof daromad. Yiliga 3 marta hosil olish dehqon uchun odatga aylandi. Rixsa Ali Ziyovuddinov ham 1992 yil aprelida Qurbon ota singari 3 gektardan ish boshlagan edi. 1997 yili ko'p sarsongarchiliklardan so'ng yerini 20 gektarga kengaytirdi. Buning uchun u ishlov berilgan 3 gektar yerini topshirishga majbur bo'ldi. Hozir fermer xo'jalikda 2 ta traktor va 5 ta ishlovchi bor. Ya'ni o'zi, xotini, o'g'illari, kelinlari. 10 kishi mavsumiy ishlarga jalb etiladi. O'rtacha ish haqi oyiga 10,000 so'mdan to'g'ri keldi. Ishlovchilar har oyda xo'jalik hisobidan sabzavot, bug'doy, o'simlik moyi bilan ta'minlab turiladi va har kuni tushlik taom beriladi. Davlatimiz mustaqil deb e'lon qilingandan keyin men o'yladimki, mustaqillik men avvalambor men mustaqil bo'lishim kerak. Shunda butun bola chaqamga aytdim, kelajak mustaqilligida sen hozir qiyinchilik ko'rsang ham bir parcha yer olib, biz mustaqil dehqonchilik qilishimiz kerak. Mana shunga harakat qildim. Qanday qilib siz yer olgansiz? Oilangiz munosabati qanday bo'lgan shunga? Birinchi marta yer olishda 200 ga yaqin odam ariza berdi. Keyin yerni o'chadigan bo'lishdi. Yerni o'chadigan bo'lgandan keyin qarasaki, kolxoz bir 2 kun 3 kunning ichida tarqaladigan bo'ldi. 2 kishiga yer berildi. Bir 2 oy 3 oydan keyin xullas 12 kishi bo'ldik. Shu 12 kishilik ishimizda turibmiz hozir. U kengayotgani yo'q. 12 kishi albatta ko'p emas. Ammo dehqonlarning hammasi ham fermerlikka qo'l uravermaydi. Tavakkal qilishdan cho'chishadi. O'zlarini kolxozda ishlayotgan qilib ko'rsatishadi-yu, o'z shaxsiy tomorqalarini afzal bilishadi. Ikkinchidan, har kimga ham yer beraverishmaydi. Qog'ozbozlik, yugur-yuguri ko'p. Uchinchidan, ish yuritishda boshlang'ich mablag'siz, ishtiyoqsiz mehnat bilan ko'p diplomatiyasiga amal qilmay, rejani uddalab bo'lmaydi. Kuzning ayni qizg'in pallasi, ishlar boshdan oshib toshib turgan payt. Ammo Qurbon ota hokimiyat farmoyishiga ko'ra qaramog'idagi yoshlarni
paxta kerimiga jo'natdi. Endi barcha og'irliklar ayollar u qariyalar zimmasiga. Yer dehqonning asosiy ishlab chiqarish vositasi. Qishloq xo'jaligida samarali hosil olish uchun birgina xo'p diplomatiyasi, istagu pulning o'zi yetarli emas. Buning uchun sara urug', mineral o'g'itlar, texnik baza, mehnatkash qo'llar kerak deydi Qurbon aka. Ammo bu ham yetarli emas. Yana mehr kerak. Bola kabi vaqtida yeb ichirilgan, erkalab parvarishlangan, mehr bilan ardoqlangan yer o'z navbatida egasini siylaydi. Ammo yerning hosildorligi kamayganligi va urug'chilik zaxirasining kasayishi dehqonchilikda katta to'siq bo'lmoqda. Biz kimyo fanlari doktori professor Saydahror To'xtayev bilan uchrashdik. Endi siz qishloq xo'jaligini mutaxassisiz. O'tgan 8-9 yil davomida yerni unumdorligi necha foiz tushdi siz tushunchangiz bo'yicha? Mana shu oxirgi 8-9 yilda yerdagi gumuslarning miqdori 2-3 ayrim yerlarda 4-5 barobar kamayib ketganligi sababli, lekin yerga solinadigan asosiy mineral o'g'itlar, lekin urug'chilikka bo'lgan ahamiyat ancha pasayganligi sababli olinadigan hosil ilgari bizda o'rtacha respublika bo'yicha 32-34 sentner bo'ladigan bo'lsa, hozir o'rtacha hosil 26-27 sentnerlar atrofiga chiqib qolgan. Bu boshqarishning ma'muriy muruvvatlari zaiflashgani va qayta qurilayotgan iqtisodiyot natijasida kolxozlarning tanazzulga uchrashi bilan bog'liq obyektiv omildir. So'nggi yillarda yemirilib borayotgan kolxozlarda birovlar majburiy tarzda yerni ekishga tayyorlab paxta ekadi, boshqalar ishlov beradi, yana birovlar hosilni yig'adi. Darvoqe bu yigitlar Qibray fermer xo'jaliklaridan Bo'ka tumani kolxozchilariga yordamga yuborilgan. Ammo shunga qaramay, bozor munosabatlari, qog'ozbozlik to'siqlari-yu ishonchsizlik va beparvolik g'ovlariga qaramasdan o'ziga yo'l ochib bormoqda. Endi bugungi kunda fermerlar timsolida yerning haqiqiy egalari, qishloq burjuaziyasi shakllanmoqda. Ehtimol qishloq xo'jaligi kooperativlari haqidagi qonun jamoa xo'jaligida qolgan kolxozchilarga mustaqil bo'lishga, o'zining munosib mukofot pullarini olishga, yerda mehnat qilish uchun manfaatdorlikni oshirishga imkoniyat yaratadi. Fermerlikning rivoji uchun 40% dan kam bo'lmagan rentabellik kerak. Shuning uchun ham Qurbon ota hamisha o'z yerining hosildorligi haqida qayg'uradi. Ammo bu har bir fermerning ham qo'lidan kelmaydi. Mineral o'g'itlar juda qimmat turadi. Shuning uchun dehqonlarimiz nima qilib bo'lsa ham u bu qilishib mahalliy o'g'itga umid bog'lashadi. Ammo birgina mahalliy o'g'itlar agrokimyo muammolarini yecha oladimi? Go'ng shu agrokimyoni o'rnini bosishi mumkinmi? Faqat go'ngni o'zi? Yo'q. Bu go'ngni o'zini asosiy vazifasi tuproqdagi gumus moddalarini o'z miqyorida saqlash. Go'ng tuproqning strukturasini yaxshilaydi, lekin go'ng tarkibida bo'ladigan 4%
azot, 2,5% fosfor va 2% kamroq kaliy miqdori bu o'simlikni to'la oziqlantirish uchun hech qanday natijaga olib kelmaydi. Lekin shu gektariga o'sha mo'ljallangan 15-20 tonna miqdordagi go'ng solinmasa va normal